1 oktyabr ustozlar bayramına nov sovg'a olaman deb bilmay yurgan bo'lsangiz, biday sovg'alarni, suvenirlarni danishib, baholarni bilib olamiz. Assalomu alaykum, og'a yaxshimisiz? Birinchi ko'zim tushgan narsa shu narsa bo'ldi. Nabor Qur'on kitob, misvak, tasbih, zamzam suvlari 200 ming so'm. Polni nabori o'ptim bahada, zo'r baho aytdi, lekin Atlantiya so'mdan 200 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. O'yin appoyib ko'p ko'rdilar. Shikka bo'lib turadi. Buncha so'm bu. 150 dan zo'r suvenir, lekin bambara va sovg'a etmek ayniqsa direktorlarga berib qo'ysang deb stolning ustuna qo'yib qo'yadi. Tak, yana baby girl, baby boy deyarli 35 ming edi bo'lang. 30 ming so'm zo'r ekan. Men buni eng arzonida 35 ko'rdim, 30 dan ekan, malades. Buni bilasiz, ulu shor yozib qo'yiladi, ya'ni bolali bo'lgan vaqtda uyga qo'yib qo'ymasang 60 ming so'mdan nabirlar. Shundan bo'lib turadi. Men buni kedimmi? Şarlatçadan pastayız. 25 ming so'm pastchasi shardi. Podarka uchun so'mkalar ham ullulik kitchilar hammasidan bor. Yana katta xillari korobka. Yana kichkina so'mishchalar вообще аккуратно pishadilingan ko'ribsizlar. Bulardan tashqari polni beda sovg'a uchun kerak bo'ladigan narsalarni, suvenirlarni, xlapushkalarni, ullulik kitchilar hammasidan topsangiz bo'ladi. It port uchun yana. Doğan gün bilan tabriklaydigan shlyaplar, shamlar, telefon nomerlarini, akkauntlarni pastda qo'yib qo'yamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Darital Optim bozori bilan vaqtlaringizdan, pullaringizdan tejang. Ustozlar sovg'a olishsa yoddan chiqmasin.